ertalab bola chaqangizni boqishlik uchun uyingizdan chiqib ketayotganda agar sizni niyatingiz o'zida bo'lsaki, aytaylik, yana boraman, ishlayman, majbur ekanman-da, endi oilani rahbari, shu bola chaqam boqishim kerak, majburman deb chiqib ketsangiz, ishlaysiz, pul topasiz, gunoh emas bu. Gunoh emas, pul qildingiz, hammasi joyida. Lekin kelingda shunda niyatni sal o'zgartiraylik-da. Aytsangizki, Alloh Qur'onda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, erkaklar ayollar ustiga boshliq dedi. Oila rahbari qildi. Alloh meni oilani rahbaridek mas'uliyat bilan yaratib, oilami ta'minotini mana gardanimga yuklagan ekan. Bugun o'sha vazifamni Alloh uchun bajarganimga chiqib ketyapman. Alloh menga halol rizq ato qilgin deb chiqib ketsangiz, to borib xizmatingizni qilib, ishingizni qilib kelguncha ham siz ibodatdasiz.